Hozir gapirsam yana maqtayapti deysizlar. O'zim shunaqangi bomba bulochka retseptim bilan keldim. Iliq sut, droja solib, vinchka yordamida aralashtirib olamiz. Ketidan esa ekranda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, aralashtirib, elangan un, ozgina chimdim tuz solib, xamir qorishni boshlaymiz. Qorvagan xamirlarimizni 30 daqiqa davomida oshirishga jo'natamiz. Oshib chiqqandan so'ng 8 ta zuvalachalarga bo'lib, 10-15 minut yana tindirishga jo'natamiz. Sinib olgan xamirlarimizni xuddi shu ko'rinishda yoyib, bo'lakka bo'lib, keyin esa har bittasini 3 ta bo'lakka bo'lib chiqamiz. Kesib olgan xamirlarimizni xuddi shu ko'rinishda birin-ketinlikda taxlab olamiz. Azizlarjonlar, shu retseptimni 1 yil oldin YouTube kanalimga qilib joylagandim. O'zi ham naq 10 million prosmotr olgan edi. Xo'sh, Instagramda qancha prosmotr olarkin? Tayyor bo'lgan bulochkalarimizni listga joylab, ustilariga tuxum surtib pishirishga jo'natamiz. Atirgul shaklidagi bulochkamiz ham tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'ling. Bu retseptni bulochka tayyorlashni yoqtiradigan dugonangizga jo'natib qo'ying.